2010-yil 20-sentyabrdan ichki ishlar sohasida mana profilaktika inspektor lavozimida ishlab kelyapman. Hozirgi vaqtda mana Sangardek mahallasi profilaktika katta inspektor lavozimida ishlab kelyapman. Mahallamiz tinch, turizm nimasiga kiritilgan. Mehmonlar juda gavjum, ketish bor. Mana yaqinda kanatga ishga tushadi, xudo xolasa. Endi Sangardek sharsharasini eski mana o'sha nimalar ulamolardan eshitganmiz, eski odamlar aytishgan. Shu ziyorat joyda sharshara qadam joylari bo'lgan deb eshitganmiz-da. Shuning uchun o'sha yerga odamlar shu ziyorat joy degan uchun turistik zonaga kirgan ham shuning uchun odamlar juda gavjum keladi. Mana sharshara suvlari qurimaydi. Tabiiy holatda oqib turadi. Muhtaram yurtboshimizning shu birinchi sonli qarorlari bo'yicha biz kunlik har kuni fuqarolarni xavfsizligini ta'minlash birinchi o'rinda qo'yilgan bizga. Shu fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha bizlarga mana hozir shu birinchi sonli qarorda ham ko'rsatilgan hamma ko'chalarni kirish chiqish joylarda, odam gavjum joylarda video kuzatuv kameralari o'rnatib chiqdik. Yuzli tanib oluvchi kameralarni o'rnatib chiqdik. Shu profilaktika katta inspektor lavozimida ishlab kelyapman. Bizda hozir 5 ta qishloq bor. 5 ta mahallaga starshi katta inspektor lavozimida xizmat olib boraman. Minnatdor xalqimiz. Chunki deganda shu yezib bergan paytda, boshqa bir muammosi bilan kelgan paytda hamma muammolarni joyida bartaraf qilamiz. Agar imkoniyatimiz yetmay qolsa, tuman rahbariyati bilan birgalikda rahbariyatga yetkazib, rahbariyat bilan birgalikda hammasini muammolarini yechib kelyapmiz. Bizning fuqarolarimiz hech qanday muammolik bir ichki ishlardan norozi kayfiyatda emas. Hammasi rozi. Mana shu yerda xizmat olib boramiz, xizmatxonamiz bor, xizmat uyimiz bor. Xizmat uyida yashab, mana shu yerda faoliyat yuritamiz. Kim bizni topolmagan taqdirda ham telefonimiz ishlab qolmasa, uyim bir qadam, uyimga boradi yoki mahallaga boradi, topish oson bizda. Pastda bozorcha bor edi. Vaqtida o'tgan yillar bozorcha borligi uchun yo'limiz torligi uchun yo'lga chiqib ketardi. Hozir mana shu viloyat hokimimizning tashabbuslari bilan, topshiriqlari bilan mana shuni orqalari mana kengaytirib, zamonaviy tartibda bozorlar qurib, turistik salohiyatlarga javob beradigan standart tarzda bozor quriladi bu yerda, do'kon quriladi.